Assalomu alaykum barchaga. Xudo xohlasa yana bir yangi obyektimizga kelib olganmiz. Loysuvoq o'rniga pena quyish xizmati. Hozirgi bu obyektimiz ham Farg'ona viloyati Minnonobodda bo'ldi. 200 kvadratdan oshiqroq joyimiz bor edi. Mana kelib ishlarni boshlab olganmiz. Bu pena lombozni endi asosan aytib o'tganimizdek loysuvoqni o'rniga qo'yamiz yoki bo'lmasa eski yuqa bosilib qolgan loysuvoqlarni ustidan ham quyib beraveramiz. Effekti bilinadi. 100% darajada izolyatsiyani ushlab beradi. Kerakli joylarga dimoxodlarni qo'yib beramiz. Bir to'sinlarni vassali shilibkalarni chirishini oldini oladi. Qo'ygan dimoxodlarimizdan havoli aylanib turadi. Uyda ham havosini aylantirib turadi, yaxshi bo'ladi. Bu boshida mana shunday suyuq holatda quyiladi. Shuni hisobiga yinada teshik ham mukammal tarzda to'lib ketadi. Bir xil umuman havo o'tkazadigan joyi qolmaydi. Shuning uchun yoz kunlarida bunaqa shipirda issiqlari tomdan ichkariga kirmaydi. Qish kunida bo'lsa issiqlik tom qismidan chiqib ketmaydi. Xonani haroratini ham bir xil darajada ushlab beradi. Ana hozir bu quyish jarayonini ham Hojiboy ham o'zi uydagilar ham chiqib tushdi bir 2 marta tomga. Hozir mana bir og'iz aytib ko'rdik. Qani quyib bo'lganimizdan so'ng bir o'zingiz holatini ko'rib, bir maslahat beralasizmi? Bir video qilaylik desak, rozi bo'lgandek bo'lishyapti. Qani quyib tugatib olsa, obyektda bir qator Hojiboyni ham suhbatini olamiz. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana biz tom qilgan edik. Shu tomga loy bosish kerak bu holat. Shu bo'ylanib turdik, nima qilishimizni bilmay. Keyin shu telefondan mablag' nomerini topib, pena qilsaymikin degan fikr bor edi. Meni chaqirdik, kelishib, ko'rishib. Mana bugun ishni tugatishyapti. Bir kunda. Lekin mana shu ikkilanib turdim, nimagadir loy yaxshimikin yo pena yaxshimikin. Qarasam, pena yaxshiga o'xshab qoldi. Nimaga deganingizda, rasxoti ham kam bo'lar ekan. O'zlari kelib hamma o'zlari qilib, mana bir kunda tugatish. Lekin loy bosadiganlarga endi so'mon olib kelib ber, to'poq olib kelib ber. Endi bir kunda shuncha 200 kvadrat metrda qilishmasa kerak to'rtta odam. Mana men aylanib ko'rdim, lekin ko'nglim to'q bo'ldi. Nimaga deganingizda qalinligi ham yaxshi. Kak 7-10 ga bo'lyapti nimasi, qalinligi. Endi hali qurigandan keyin yana qatib nima bo'ladi deyapti. Lekin mana bularga rahmat. Mana bir kunda tugatishib, bugun tugatishyapti, bo'lishyapti. Mana ishlarni ko'rgan, mana bu ishganiga hali bir soatdan bo'lgan va to'g'rimi? Hozir mana ustida yuribmiz. Qalinligi yaxshi, qattiq bo'libdi mana. Hali yana birar kun tursa bundan ham qattiq nima bo'ladi. Bemalol mana 2 soatda, 1 soatda ustida yursa bo'laverar ekan. Uni yorilgan yo'q. Nimasi yaxshi, qalinligi ham yaxshi. Ko'rinishi ham yaxshi, sifati ham yaxshi. Bilmayman endi ustida bemalol hali bir marosim qilsa ham bo'laveradigan joy bo'lib qolibdi-da mana tepa. Mani ko'nglim to'q bularda.